kelishganda sal siqilib qoldik. Namuncha bolalar deysan. Seni bolalaringmi hali u? Yo'qmi? Tavba. Opa, bo'ldi qiling endi. Menga qara Murod. Men bu uydan ketmayman. O'g'lim ham, kelinim ham, men ham mana shu uyda yashaymiz. Agar jahlimni chiqarsang, domni ham chiqazib yuboraman. Bilasan, u dom ham meni nomimda. Bu uyda ham, u uyda ham haqqim bor. Hadeb, asabimga tegsang, ko'chada qolasan. Bu nima deganingiz? Axir biz siz bilan kelishgandik-ku. Ha, endi u kelishuvga ancha bo'lgan. Bu hovli otamdan qolgan. Meni ham haqqim bor. Insofingiz yo'q ekan. Mana aldab hovliga ega chiqishmidi niyatingiz? Meni maqsadim bilan ishing bo'lmasin. Sizlarda hamma insof. Mayli opa. Agar maqsadingiz shu hovli bo'lsa, shuni deb shunaqa yo'l tutayotgan bo'lsangiz, mayli hovli sizga qola qolsin. Lekin bilib qo'ying. Men ostona xatlab bu uyga qaytib kelmayman. Kelmasang kelma. O'zi qachon mana aytganimni qilganding?